Dokumentda bir xonali bo'lgan, lekin ikki xonali qilingan, juda ham ajoyib yechim orqali ikki xonali qilingan uyimizni ko'rib chiqamiz. Bu uyimizning lokatsiyasi ham juda zo'r joyda. Uyimizning remonti ham juda ham ajoyib ta'minlangan. Ideal desak ham bo'ladi. Xo'p, kiraverishdan kichkina hol desak bo'ladi yoki koridor desak bo'ladi. Bu yoqda oyna qo'yilgan, podsvetkalar atrofida o'zini narsalar qo'yish uchun joy qo'yilgan va ajoyib gul yanada ko'rik bag'ishlab turibdi. Bu yoqda naqshlar berilgan. Uyimizni ko'ryapsiz, juda ham nijniy rangda ta'minlagan uy egasi. Ana endi keling. Operatorimiz ko'rsatadi. Bu uyimiz как skrytniy eshikday qilingan. Bu yoq esa bizni sanuzilimiz. Sanuzilda barcha vanna, unitaz, rakvina, oyna hammasi mavjud. Kafil qilingan, matviy kafildan ishlatilgan. Xo'p, eshiklarimiz juda ham sifatli eshiklardan, chiroyli eshiklar tanlangan, uyni remontiga moslanib. Bu yoqqa kirsak, bizning zalimiz, holimiz, mehmonxonamiz, nima desak ham to'g'ri keladigan joy. Illyustramiz juda ham chiroyli illyustradan. Xo'p, tipa molojniy rangda qilingan, zalotistilar bilan ishlov berilgan. Bu yoqda ham gul qo'yilgan. Bu yoqda bemalol mehmonlaringiz bilan ajoyib uyutli joyda o'tirgandek bemalol o'tirishingiz mumkin. Juda ham katta, keng, bemalol yosh oila uchun to'g'ri keladi deb o'ylayman. Xo'p, bu yoqda bizni spalnimiz. Spalni ham ajoyib tarzda remont qilingan. O'sha rang hamda spalni mebellari qo'yilgan, ikkita tuyurma qo'yilgan. Endi tuyurma deyiladimi yo'qmi, aniqini bilmayman. Hamda bu yoqqa polkalar qo'yilgan. Operatorimiz ko'rsatadi o'zi. Polkalarni jalyuzi bilan yopib qo'yish ham mumkin. Ajoyib yechim. Uyimiz 58 kvadratni o'z ichiga oladi. 58 kvadrat, 4-etaj. Bu etaj lift bor, lifti ishlaydi. Etaj lifti ishlaydigan dom uchun etaji juda ham ideal. Eshigimiz, o'sha eshik juda ham chiroyli hamda sifatli eshiklardan qilingan. Xo'p, taxtasimon rangdan hamda taxtasimon mebeldan foydalanilgan. Uyimizni egasi remont qilgan o'zi uchun buni yaqqol sezib turish mumkin, chunki hech qayerda birorta minusni ko'rishni iloji yo'q, chunki juda ham ajoyib tarzda remont qilingan. Bu esa mebellarimiz, oshxona mebellari. Juda ranglar bir-biriga kombinatsiya qilingan. Jalyuzi mana bu yoqdan yo'lni ko'rishingiz mumkin. Operatorimiz yaqinroq kelishini so'rab qolaman. Bu yoqda ham radiatorimiz bor hamda kichkina gulchalar. Mana yo'l ustida domimiz. Xo'p, men sizga endi ma'lumotni aytib o'tsam. Uyimiz bir xonali aslida, lekin ikki xonali qilingan. Ajoyib fantaziya orqali men sizga plyuslarni aytib o'tsam, juda ham chiroyli remont qilingan, joyi zo'r, etaj yaxshi hamda bir xonalini puliga, deyarli bir xonali puliga ikki xonalik olasiz. Bu yoqda sizga ham alohida spalni bor, ham alohida mehmonlarni kutib olish uchun mana bunaqa katta zal. Uyimizni manzili esa Vinzavod, Chevardan kelishda Vinzavod sharqda joylashgan. Agar uyimiz kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa va kim olish niyatda bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling hamda videoga like bosib, obuna bo'lishni hamda kommentga o'z fikringizni uy haqida qoldirishingizni hamda qanaqa uylar chiqarishimiz haqida yozib qoldirsangiz, biz sizni talablaringiz va takliflaringizni inobatga olgan holda videolar chiqarishda davom etamiz. Sizdan faqat like so'raymiz, tamom.